Reysimiz 21 avgust haftaning shanba kunida. Haftada 2 reys ketadiganlar mana men akalarga o'xshab mana pasportingizni tashladingiz aka, joyingiz bor ekanmi? Mana pasportlarni tashlaysizlar, mestinglar bo'ladi. Hali pasport tashlamagan akalar xafa bo'lishi yo'q bizdan. Nozim aka paslarni obzor qilaylik bitta yuring. Inshaalloh mana Xudo xolasa biz bloger emasmiz, biz boshqa emasmiz, reklamichi emasmiz. Biz o'zimizni ishimizni faoliyat yuritamiz. Mana klientlar keladi, shular bilan bir suhbat qilib, Xudo xolasa yaxshimi amaki? Hamma ishonchli ekanmi? Pasport tashladinglar, mestinglar bo'ldi hammasini. Mana Xudo xolasa yaxshimi aka, siz qayerdan keldingiz? Men akamni men tanimayman, akam mana kelgan biz bilan Xudo xolasa. Mana G'ani akam o'zi rolda qachon pasatkani sardor tugatasan deb rolda o'tiribdi mana birat. Tanlovda adashmanglar, like, podpiska qadrdonlar, Xudo xolasa keyingisini yana aytaman. Tanlovda adashmanglar, pasportlarni tashlaysizlar, registratsiya qilamiz, hamma yo'q zo'r bo'ladi. Like, podpiskani ayamaysizlar, Dilshod Bandit deb. Salomat bo'linglar.